İnşallah Xudo xohlasa mana suvini beryapmiz. O'riklarimizni buni bunday qilamiz. Hop. Organik o'g'itini beramiz. Mana shu organik o'g'iti bo'ladi, hurmatli bog'bonlar. Yigirma 7-aprel sanasiga mana quyib qo'yasiz. Buni pastasi ham bor. Mikro elementlari, fulvik, gumin kislotalari hammasi bor. Undan oldin biz mineralniy udobrini berganmiz, ya'ni selitra berganmiz. Mana shularni osongina ildizga yetib borishini ta'minlab beradi. Ko'rib turibsizlar. Vanderkot o'riklarimiz mevani yiriklashga ham ancha foydasi bor. Mana mevalar hozirgi sanaga o'ta yirik. Holati yaxshi. Ozgina dog'lanishi bor, men aytganimda fungisid qo'llamayman. O'zim iste'mol qilish uchun fungisid qo'llamaymiz bularga. Lekin ba'zida kasallik keladigan bo'lsa, kuchayib ketadigan bo'lsa, albatta suspenziya qilish shart. Hosildorlik o'ta zo'r. Sinib ham ketibdi ba'zi bir shoxlar. Egilib sinib ham ketgan tevasdan. Hosildorligi o'zini o'zi changlatmaydi. Albatta changlatuvchi qo'yish kerak. Lekin shunday ham hosil bizda changlatuvchi yo'q, lekin hosildorlik zo'r.